seximizga shogird olamiz. Shu post qo'yganimizdan keyin juda ko'pchilik qiziqish bildirdi va hozirda ikkita kishini shogird qilib oldik. Bu sizni ajablantiradi. Men ko'rsataman. Hozir mana bitta bratishgan oldik. Jasur, necha yoshsan? 9. Nimaga kelding bu yerga? O'rgangani. Men o'rganib, dedi qolaman, ishlayman deb harakat qilyapti, xudo xolasa. Yomon emas, qiziqishi bor, o'rganishi bor. Yana bitta akamiz Azizullo aka, bilasizlar, Qirg'izistondan ketdilar. Ishoni shunaqa yozdilar, o'rganish uchun 20 yoshli, nima dedi, joni, nima dedi, qoni upurib turgan odamlarda bunaqa shijoat yo'q ekanda. Aka o'rganaman deyaptilar, xudo xolasa boshlaganlar. Shunga gap nimada, yoshda emas, asosiysi hunar o'rganaman desanglar, mana biz tayyormiz, o'rgatamiz. O'sha akamiz ham Qirg'izistonda bu soha kam deganlariga bir o'rganib ketsak, o'sha joyga qilamiz, faoliyat yuritamiz, u yoqdagi odamlarga ham foydamiz tegadi deganlariga shunda o'rgatyapmiz. Xudo xolasa bizdan o'rganib ketsalar, rizq daromadi topsalar, Qirg'izistonda ham insonlarga foydasi tegsalar, biz ham xursand bo'lamiz.